Timur Kapadze esa murabbiy sifatida juda ko'p narsalarni isbotlab bo'lgan, isbotlaydigan hech narsasi deyarli yo'q. Olimpiadaga uning murabbiyligi ostida terma jamoamiz 5 Turkmanistonda tavallud topgan Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan futbolchi zarba yo'llandi. Xavfli chiqdi Surxon, zo'r boshladi startni. Burchak zarbasini amalga oshirib beradi. To'g'ri jarima maydonchasiga uzatma amalga oshiriladi. Choq uzatma amalga oshirildi. Zarba yo'llandi. Yana bir xavfli zarba. Surxon vakillari to'p bilan maydon markazidan chiroyli uzatma, xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Richard Friday birga bir vaziyatga chiqib bormoqda. Fridaydan zarba, xavfli, ammo to'p darvozaga aniq bormadi. Richard Friday raqib futbolchisiga to'p tegdi deya hakamga e'tiroz bildiryapti. Burchak zarbasi bor edi deya. O'tkirbek Yusufovga tekkanmidi to'p. Ko'raylik, mana bu epizodda yaqqolroq ko'rinadi vaziyat. Jigarenaya, Marat Hamzoda yaxshi imkoniyat yuzaga kelishi mumkin. Navbahorda o'ng qanotda bo'shliq bor edi. Aynan mana shu qanotga uzatma amalga oshirilyapti. Uzoqdan zarba ko'ramizmi? Hozircha yo'q. Uzatma, yanada o'ngga, ichkariga pas, zarba, gol! Navbahor hisobni ochyapti. Alex Fernandes Nascimento gol muallifi. 1-0. Surxon shuncha hujum tashkil etdi. Golni Navbahor kiritmoqda. Braziliyalik futbolchi o'z hisobiga gol yozdirib qo'yapti. Mana takroran vaziyatni kuzatamiz. Offside yo'q edi. Alex Nascimento Fernandes bo'sh qoldirildi va braziliyalik futbolchi darvozaga aniq zarba yo'lladi. Saidazamat Mirsaidov assist yozdirib qo'yapti o'z hisobiga. nafar futbol muxlisi tashrif buyurdi Uz Klassikoga. Neftchi Paxtakor o'yiniga xato yuzaga kelyapti. Surxon himoyasida Ruslanbek Jiyanovdan zarba! Jiyanov! Xavfli zarba edi. Jiddiy xavfli vaziyatni ko'rdik. Mana takroran namoyish etib berilmoqda. Jiyanov, Ruslanbek Jiyanov. Hujumda faul bormi? Yo'q deyapti hakam. Jiyanovdan zarba, keyingi zarba. Muqarrar goldan jamoasini saqlab qoldi hozir himoyachi. Richardni zararsizlantirdi. Alpomishning oti boyicha bor. Hozir yaxshi imkoniyat yuzaga kelyapti. Namangan jamoasida yo'llangan zarba esa darvozaga aniq bormadi. Amalga oshirilyapti. Aniq chiqdi O'tkirbek Yusufovning pasi. Diyor Xolmatov, Navbahorning navbatdagi hujumi. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Ruslanbek Jiyanov davom etadi hujum. Ichkariga pas, xavfli zarba, Vanya Ilich noaniq zarba yo'lladi. Ammo agar to'p darvozaga aniq borgan edi, oson bo'lmasdi bu zarbani bartaraf etish. Mana yopgan ekan, lekin markaziy stadionda Namanganda o'z o'yinini o'tkazmayotgan bo'lsa ham reglament tomonidan ham mezbon sifatida qayd etilgan Navbahor zarba yo'llandi. Artyom to'pni egallab olyapti. Kuchli zarba edi. 28-aprelda esa So'g'diyona uyiga safar qiladi. May oyini Paxtakorga qarshi o'yin bilan boshlaydi Surxon. Uzoqdan zarba, yaxshi edi zarba, ammo Artyom Patapov vaziyatni nazorat qilib turdi. Navbahor Nasafga qarshi o'yin bilan boshlaydi.
shunday taqvim. Diyor Xolmatov hujum davom etadi namanganliklarda. Mana bu zarba ham kuchli chiqdi-yu, lekin bunisi ham Navbahorning navbatdagi hujumi, xavfli vaziyat, yaxshi imkoniyat, ichkariga pas, zarba 2-0. Namangan jamoasi hisobni 2-0 ko'rinishiga keltiryapti. Vanya Ilich bu safar gol kiritdi. Surxon ikkinchi taymda passivlashdi va bundan foydalanmoqda lochinlar. Artyom Patapov bizga namoyish etilmoqda. Mana takroran vaziyat namoyish etib berilyapti. Said Azamat Mirsaidovdan Jiyanovga pas. Jiyanov Vanya Ilichga uzatmani amalga oshirdi. Vanya esa aniq zarba yo'lladi. Ofsayd bormi yoki yo'q degan masala yuzaga chiqishi mumkin. VAR ko'rib chiqadi. Hozir chiziq tortadi Jiyanov hamda Vanya Ilich bilan birga. Bo'ldi. Aynan mana shu pallada Akobir Xo'ja Shukurulayev pushtagi yangradi, o'yinga yakun yasalyapti. Qiziqarli bahs guvohiga aylandik. Navbahor Surxonni 2-0 hisobda mag'lub etmoqda. Alex Fernandes, Nascimento hamda Vanya Ilichlar gol kiritdi.